Bugungi kunda Malika Rahmanova 1-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbari bolalarni tarbiyalash sohasida faol ish olib bormoqda. 1996-yil mana shu tashkilotda ish faoliyatimni boshlaganman. Ish faoliyatimni logoped o'qituvchisi lavozimidan boshlaganman. Logoped o'qituvchisi bo'lib 2010-yilgacha faoliyat olib borganman. 2010-yildan buyon psixolog vazifasida faoliyat olib bordim. Hozirgi kunda 1-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida direktor lavozimida faoliyat yuritib kelmoqdaman. Ta'limga bo'lgan qiziqishi oiladan kelib chiqqan. Onasi Robiyaxon Usmonova uzoq yillar maktabgacha ta'limda faoliyat yuritgan. Bu sohaga qiziqishimda avvalambor onam Usmonova Robiyaxon oyi mana shu ta'lim tashkilotida ko'p yillar rahbarlik faoliyatini olib borganlar. Shu rahbarlik faoliyatini olib borishlari jarayonida menda ham shu kasbga qiziqish uyg'ongan. Malika Rahmanova uchun tarbiyalanuvchilar muhim o'rin tutadi va u har bir bolani diqqat markazida saqlaydi. 30 yillik ish tajribamdan kelib chiqib, mana shu tashkilotsiz o'zimni tasavvur qila olmayman. Bolalar meni kelajagim. Bolalarni juda ham sevaman. Tashkilotimizdagi bolajonlar yetuk kadrlar bo'lib tarbiya topishida qo'limdan kelgancha o'z hissamni qo'shaman. Shuningdek, ta'lim jarayonida ota-onalarning faol ishtiroki ham samarani oshirmoqda. Hozirgi paytda ota-onalarimiz ham mana shu ta'lim tashkilotida tarbiyalangan bolalarni qanday bo'lishi yoki uydagi bolalar bilan bog'chadagi bolalarni farqini bilib qolishgan. Shu sababli ota-onalarimiz ham ta'lim tashkilotiga bolalarni ilojini boricha berishga harakat qilib kelishmoqda va ota-onalar tarbiyachilar bilan birgalikda hamkorlikda ish olib borishmoqda. Tarbiyachilarimiz bilan hamkorlikda ish olib borish jarayonida bolalarga yetarli imkoniyatlarni yaratib berishmoqda. Bolalar uchun nima kerak? Tashkilotda ta'lim tashkilotidagi faoliyatlar uchun bolalarimizga nima kerak, nimalarda yordam berish kerak. Shu bo'yicha tarbiyachilar bilan doimo aloqada bo'lishadi va hamkorlikda ish olib borishmoqda. Har bir guruhdagi bolalarni ularning qiziqishlari va iste'dodlariga qarab kasblarga yo'naltirish mashg'ulotlarini olib bormoqda. Hozirgi kunda guruhlarda bolalarni ta'lim tarbiya olishlarida guruhlarni kasbga yo'naltirish bo'yicha ish jarayonlarini amalga oshirib kelmoqdamiz. Ya'ni guruhlarimizni, ya'ni jajji arxitektorlar, yosh stilistlar guruhlari, shunga o'xshash guruhlarni nomlab, shu bolalarni o'zlari xohlagan kasblarga, qiziqqan kasblar bo'yicha ishlarni amalga oshirib kelmoqdamiz. U hozirgi kunda doimiy xodimlarning malakasini oshirib, tajribasini ularga yetkazmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 27-avgustdagi 531-sonli qaroriga muvofiq davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarini menejerlikka tayyorlash bo'yicha o'quv kurslari joriy etildi. Ushbu o'quv kursida 1 oy davomida ishtirok etdim va yuqori natijalarni qo'lga kiritib, menejerlik sertifikatiga ega bo'ldim. 1 oylik o'quv kursida 10 ta moduldan iborat darsliklarni o'qidik va ko'p bilimlarga ega bo'ldik. Mana shu 1 oy davomida o'qigan bilimlarimni tashkilotga kelib amalga oshirib kelmoqdaman. Shu bilan birga ishlarni samarali rejalashtirish va boshqarish uning kundalik mas'uliyatidir. Hozirgi kunda tashkilotimizda 460 nafar bola ta'lim tarbiya oladi. Bu 460 nafar bolaga 38 nafar pedagog xodim ta'lim tarbiya berib kelmoqda. Bulardan 26 nafari oliy ma'lumotli, qolgan 10 nafari tugallanmagan oliy. 5 nafar pedagog xodimimiz 2-toifa egasi, 1 nafar pedagog xodim 1-toifa egasi. Bulardan hozir 1 nafar tarbiyachi magistratura talabasi. Hozirgi kunda rahbar lider bo'lish kerak. Ya'ni tashkilotda har bir xodimni kayfiyatiga, psixologik holatiga qarab turib munosabatda bo'lish kerak. Bu jarayonlar esa uning rahbarlik sifatini va ta'limdagi mas'uliyatini yaqqol namoyon etmoqda.